Sendek mehribon yo'qdir jahonda. Tun kun yolvorib so'rayman sendan. Onamni jonini og'ritma Rabbim. Onam xasta bo'lsa, olamni so'rsan. Dunyoga yurmoqqa qolmaydi imkon. Sajdadan boshimni olamayman ishon. Onamni jonini og'ritma Rabbim. Boshimga ne kelsa o'zingdan ko'rgin. Sendir sinovingga sabrla turgin. Borsam senga borgin, senga yolvorgin. Fakat onam jonini og'ritma Rabbim. Assalomu alaykum, mana shuni qadrli bo'lgan, qadrli mehribonim, dardoshim, esadoshim, dunyodagi eng yaqin insonim, duogo'yim, jannatim, onajonim. Sizni bugungi shukrona kunimga savobi tayyoringiz bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Ushbu hayotga kelishimizga sababchi bo'lib, o'g'zi to'qqizoy ko'tarib, jonidan jon, yuragidan yurak berib, tug'ilganimizda dunyolarga sig'magan mehribonim, ko'rsabonim, jannatim, onajonim. Bugun sizni o'zingizga ayta olmagan gaplarimizni shu loyiha orqali aytishga qaror qildik. Onajonim, sizdagi insonni ona qilib tanlagani uchun yaratgandan cheksiz minnatdorman. Onajonim, bizni qilgan duolaringiz sabab shunday martabaga erishib turibmiz. Hayot yo'lida zulmatligimiz uchun sevingan tog'imiz, tirgagimizdir. Bizni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib turing. Uylarimizda, to'ylarimizda bosh bo'lib turing, rohim. Bilasizmi onajonim, borligingiz vaqtimizdan darak berib. Hamisha sizga sog'lik, omonlik, bitmas tuganmas baxt, voqealar shu tilaymiz. Kulgan yuzlaringizda g'am, kulib turgan ko'zlaringiz aslo mamlakatga bormasin. O'rtanchlik o'rnida doimo davomli bo'lsin. Onajonim